Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Belovodamiz biz. Mana ilon bosh tortyapti, ko'rgan bo'lsangiz. Mana kichini qarang. Voy, endi olib qo'yay. Tortlamasa o narigi pokimizni ham tortyapti. Sadoviga kelsak ilon bosh chiqyapti. Bugun juma dam olishda Belovodga keldik. Mana o'sha joy eski joyimiz. Endi bu hobbida bir qiziqib kelib turaman, tortyapti.